Roza ishqibozlari, mana Master Roza jamoasi Ramazonga katta aksiya qilyapti. Muhammadjon, assalomu alaykum. Anjon islom, salomatmisiz? Mana chiroyli Samarqand fasonda darvozani qo'yib qo'yibsiz. Mana chiroyli reklamalarni ham qo'yib qo'yibsiz. Xullas aziz obunachilar, mana shu darvozamizga hozir skidkani boshlaymiz. Muhammadjon, mana shu Samarqand fason darvozamizda metr kvadratini rozagacha nech puldan o'rnatgansizlar? Rozagacha aka eng kami 1 million 450 ming so'm, 1 million 500 ming so'mdan o'rnatgansizlar. Endi qo'lni berasiz. Obunachilar uchun 1 million so'mdan xudo xohlasa o'rnatib berasiz, ma'qulmi? 1 million so'mdan bo'lmaydi aka. Ramazon uchun obunachilar uchun 1 million 100 ming so'mdan qilib beraman. 1 million 100 ming so'mdan aziz obunachilar kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, har bir metr kvadratdan 400 ming so'm skidka degani. 10 kvadratdan 4 million. 4 million sizlar uchun. Aziz obunachilar obuna bo'lib qo'yish davom etamiz. Muhammadjon rozisiz, to'g'rimi? Rozimiz. Endi boshlasak bo'ladi. Razmerlarni aytib qo'yaylik. Ha, to'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Razmerlari 320 holatga, bo'yi 315, 350 holatda bo'lgan. Yondoqlari 30 sentdan kirdi bo'lgan. Shunday. 1 million 100 ming so'mdan olib borib o'rnatib beramiz. O'rnatib beramiz metr kvadratini. Kattaroq ob'yom bo'lsa ham yasab bera olasizlar, to'g'rimi? Ham yasab beramiz. Gap yo'q. Mana kattaroq variant. Endi sexda ichiga kiradigan bo'lsak, aziz obunachilar, kelasizlar. Endi sexda ichiga kiradigan bo'lsak, mana chiroyli reklamaga high-tech fasondagi gibrid qilib, zo'r qilib bitta darvozamizni reklamaga qo'yib qo'yibmiz. Buning razmeri nechiga, nechi? Narxi qancha? Razmer keladigan bo'lsak, eniga 330 holatda, bo'yiga 340 holatda bo'lgan. Yondoqlari ham buni ham 10 sent, 30 sentdan atnashibkalarni qilib qo'yilgan. 30 santimetrlik chekikasida nimalari bor, ustunlari bor o'zini. Buni metr kvadratini nech puldan o'rnatgansiz vaqtida? Vaqtida buni metr kvadratini 900 ming so'mdan o'rnatib berdik. Obunachilar uchun 600 ming so'mdan ma'qul keladimi? 600 ming so'mdan bo'lmaydi aka. 780 ming so'mdan qo'yib beramiz. 780 ming so'mdan har bir metr kvadratdan xudo xolasa bosib olasiz. Borib o'rnatib berish ustunovkasi. O'rtacha shu 10 million 12 million atrofiga tushargan mana shu darvoza. To'g'rimi? Xonadonga juda fit berib turadi. Navbatdagi Samarqand fason darvozamiz aziz obunachilar, bu ham chiroyli, juda katta gigant darvozalarimizdan biri. Buni narxi necha pul? Buni narxiga buni ham shu skidkada qilib beramiz. Bu o'sha haligi sariqda ajratilgan joylari, shu materiallar keladigan bo'lsa, bu materiallar, yondoqlar, o'ngon sistem. Bu yonda yana mana shunaqa yondoqlari bo'ladi, to'g'rimi? Yondoqlar. O'tib ketsin bitta. Yondoqlari buni ham adnalchka qilsin. Yo'q, o'tib ketsin, o'tib ketsin. Ha, yondoqlardan bo'ladi, voy. Yondoqlari buni ham adnalchka qismlari bor, yondoqlari 40 sentdan bo'lgan. Hozir bu yerda yo'q, 40 santimetrlik ustunlari bor. Mana bu korona qismi tepaga qo'yiladi. Tepaga bo'ladi. Yondoqlari ham o'ngon profilda bo'lgan. Ichki profillari ham 1.5lik 6 ga 4, ichkilarida ponni shumkali qilib chiqarib. Bu ham dvoynoy qavatda, to'g'rimi? Taranglagan ovoz chiqib ketmaydi. Eniga bu 4 metr, bo'yiga 380 holatda bo'lgan. Buni ham o'sha 1 million 100 ming so'mdan qilib beramiz. Buni o'rtacha metr kvadrat katta bo'lganligini hisobiga nech pullarga tushadi taxminan? Taxminan aka 26 million 27 million atrofiga tushadi. Sizga bilaman, dacha quryapsiz zo'r qilib, hammani ajratib turishni xohlaysiz, Samarqandda yagona bo'lishni xohlaysiz. Mana sizga zo'r Samarqand fasondagi chiroyli darvozalarimiz. Master darvozani navbatdagi darvozalar bilan tanishamiz. Ha, fotografni qo'yib yuboramiz. Kechilarga chopib yo'q, kechilar sotildi. Sotildi ket. Qolaversa. Yo, obunachilar, sizlar uchun bitta zo'r narsani ko'rib qoldim. Qarang. Xonadoningizda bir burchakka chiroyli joy qilib qo'ygansiz, zirilni joy. Yonida kinoteatr, televizor qo'yib qo'ygansiz. Mana Muhammadjon, mana shu narx nech pul chiqadi mana shu kashchilarni, qarang buni. O, maza. O'ta sifatli ekan, buni qarang, reshotkalari, mana bu ustidagi leksanlari qilib chiqazilgan. Yomg'ir ham tushmas ekan. Ramazonga buncha deb o'tirmayman buni aka. 3 million 500 ming so'mga olishsin. Kimga kerak bo'lsa 3 million 500 mingdan tayyor bor esiz. Tayyor bor. Gap yo'q. Buni jigarlar e'tibor berasiz, mana pachimliklar o'ta mahkam bo'ladi. Leksan ustiga ham bir 2 millionlik leksan ketib qolganga o'xshaydi menimcha. 1 million oshkora leksan ketadi. Gap yo'q. Aziz obunachilar, mana taxta bo'ladi, laklangan bo'ladi, bemalol. Ikkita farzandingiz, kenayim, o'zingiz bemalol o'tirib, semchikani chaqib, televizor ko'rib, yozda issiq kunida, ro'zadan keyin, iftordan keyin chiqib maza qilib o'tiradigan joy. Xullas, davom etadigan bo'lsak, mana chiroyli darvozalar terib qo'yibsiz. Bular yarim tayyor holat. Shunday yarim tayyor holatda tepalarda lazer gullari bo'ladi. Bu darvozamiz refronka fason darvoza deyiladi. Bu materiallar keladigan bo'lsa, yondoqlari 8 1.8 tengda bo'lgan, ichkilari 6 ga 4lari ham 1.2 lik tengda, listlari o'sha 1.3 likda bo'lgan. Buni ham bu joylarga nima tushadi? Nirjivka bo'ladi. Skromniy qilib, chiroyli qilib chiqazib beramiz. Buni metr kvadrat nech puldan bo'ladi, xudo xolasa? Buni metr kvadrat aka vaqtida
1 million 100 ming so'mdan xullas 100 dollardan sotdik. Sotilgan. Ramazon oyiga 1 million so'mdan qo'yib beramiz. Gap yo'q. Juda saxiy bo'ladi o'zi shu. Men bitta narsani ko'rib qoldim, hozir gapingizni bo'ldim. Mana bu narsa adashmasam, mana domlardagi eshik bo'lsa kerak. O'q o'tkazmaydigan deb qo'yapti. Biz Turkiyada ishlaganda 3 qavatli bo'lardi. Orqa qavati taxta, o'rtasida qalin temir bo'lardi, uning ustida bunaqa fasoni bo'ladi. Bu shunaqasimi? Ha, oldini yana ham haligi vitri qilib, nerjivkalardan yopishtirib, chiroyli qilib chiqazib berganmiz. Odam ko'rsa ham bahri ochiladigan qilib chiqazib berganmiz. Xo'p, buni birinchi qavatiga unaqa shtampovочный list bo'ladi. Keyin o'rtasi minovata bo'ladi, orqasi tekis list. Undan keyingisiga o'sha dispni yaxshisidan bosib beramiz. Chiroyli qilib, uyiga mos qilib. O'tkazmaydi. Domga haligi ortiqcha shum o'tkazmaydigan bo'ladi. Zo'r. Mana bu quruvchilar ko'radigan bo'lsa, 30 ta, 40 ta, 100, 150 ta zakaz qilsa ob'yomga ishlatsa bo'ladi. Bemalol. Hayotdagi quruvchilar, mana Muhammadjon vodiyning ustasi. Butun material vodiydan keladi, ustalar hammasi vodiyda. Kim bo'lsa, bemalol telefon qilaverasiz, pastki nomerlarga yozib qo'yamiz. Buni endi bitta narsasi bor-da, domda qiziq. Ne qaraydigan joyi bor? Qani yo'q glazur. Qilib beramiz, u joylarga ham bu joyga. Chiroyli qilib o'rnatib, borib o'rnatib berish ham tekin. Borib o'rnatib berish ham tekin. Gap yo'q. Navbatdagi darvozamizga o'taylik. Navbatdagi Uning nomini men bilaman. High-tech fason bo'ladi. High-tech fason. Hozir gap yo'q, chunki 2024-25, xudo xolasa 25-yilda ham yaxshi, 26-yilda ham yaxshi o'zini o'rnini bosadigan darvoza. Endi men eshitishim bo'yicha darvozani o'zi zo'r tushunmayman, lekin bularning ikki xil varianti bo'lar ekan. Двойной bo'lar ekan, и одно bitta bir qavatligi bo'lar ekan. O'sha двойной ikki qavatli, utoplenniy o'rtasi utoplenniy qilingan varianti, naryoqda bir qavatli. Qarang, taranglamas ekan. Boshqa darvozalarni shuni urgan vaqtingiz mana qarang. Bu ham utufli ekan, zo'r lekin. Buni orasiga o'sha yonmaydigan minivatalar qo'yiladi. Buni narxi nechi pul? Buni narxi aka 1 kvadrati buni ham 100 dollardan sotilgan. Xo'p. Buni ham Ramazon oyiga 950 ming so'mdan qo'yib beramiz. Endi mana kvadrat bo'yicha gapiryapti. Usta-ustani tushunadi. Obunachilarimiz metr kvadrat tushunmasligi mumkin. Bitta mana shu где-то shu 3,5 metrga balandligi 3,5 metrlik darvoza. Necha pul tan narxga aylanadi? Общий summa. Tan narxi agar 2 qavatli bo'lsa 15 million so'mga boradi. Endi skidka qilib, chiroyli qilib buni hop 13 million 500 ming so'mga tayyor bo'lgan 11 million so'mga qo'yib beramiz. Obunachilar 2 million o'tib berasiz. Gap yo'q. Razmerlarga keladigan bo'lsak, razmerlari eniga 330, bo'yiga 3 metr holatda bo'lgan. Gap yo'q. Juda ham xursandman Muhammadjon, ro'za oyida ehson qilyapsiz. Endi buni ehson deb bo'lmaydi, просто aksiya qilib chiroyli narxga beryapmiz. Xudoyim ishingizga yana ham rivoji bersin. Endi mana bu fason darvozamiz, mana bu chiroyli o'zimiz davlat dachalari bor-ku, ashraga juda pastgina chiroyli ixcham darvoza ekanda. Bular nech puldan, bular qanday xususiyatlari bor? Bu darvozamiz shu high-tech fasonda bir qavatli varianti bo'ladi. Buni metr kvadratini 600 ming so'mdan 850 ming so'mgacha nerjivkali qilib chiqazib beramiz. 600 ming so'mdan boshlanadi bu kvadrat. Eshitilgandir. Davay. Bu ham high-tech fason, faqat bitta qavatligi. Bir qavatligi bo'ladi. Buni metr kvadratini 600 ming so'mdan chiqazib beramiz. 600 ming. Nerjivkali bo'lsa 700 ming so'mdan chiqazib beramiz. Qalin materiallar. Buni razmerlari keladigan bo'lsak, buni endi 3 metr bo'yiga 250 holatda bo'lgan. Juda yaxshi, xursand bo'ldim. Endi mana bu eng arzon darvozangiz mana shu bo'lsa kerak. Shu. Lekin bu ham bir indamay 10 yil xizmat qilib tursa kerak. Shunday xizmat qiladi. Yangi listlarda chiqazib berganmiz, bittakiga chiroyli. Shtampovka bo'ladi, bular o'sha press bilan. Bularni bari bosmaliz bo'ladi. Bosmaliz bo'ladi. Gap yo'q. Mana bu yerda high-tech fasonni men gibrid degandan ko'p qo'ydim. Boya aytib o'tib ketdingiz, zo'r chiqdi. Buni gibridligini hisobiga mana bu tepasidagi lazerli gullar, o'sha new klassika gibrid nima bilan birlashtirilgan. Birlashtirilgan. Nexa'da ham bo'ladi-ku, uni gibrid motorga o'xshaganini. Shunday. Zo'r gap. Bu ham shunga bo'lgan ekan. Qarang, kraskalarimiz ham zo'r ekan. Mashina holati. Endi mana shu darvoza uchun mahsulotlaringiz bor-da sizda. Shpaklyovka, gruntovka, o'shalar bilan bitta tanishib o'tsak. Keling. Undan oldin men narsalar bilan tanishamiz. Mana shu boya ko'rsatdim-ku Samarqand darvoza. 30 million, 26 million degan darvozani yarim tayyor holat. Ko'rishingiz mumkin, har bittasi shunga bo'lgan. Atlohida e'tibor beradigan joy. Mana shu yarim tayyor holatimi? Shunday yarim tayyor holat. Bu razmerlar nechiga nechi? Razmerlari eniga 330 holatda bo'lgan, bo'yiga 320 holatda bo'lgan. Adnalchkalari yoniga 40 sentdan 10 sentdan ko'tarib chiroyli holatda qilib berganmiz. Qo'yilgan. Bu ham xudo xolasa o'zimiz chelakka borib o'rnatdik. Chelakka bor. Endi sizni vodiydan kelyapsiz-ku, ko'p vodiylar to keladida bir chekkalar O'zbekiston chekkalariga borib uстановка qilib beradi. Sizda ham shunaqa xizmat bor? Bizda ham shunday xizmat bor. Biznikini qulaylik tarafi, aka cho'rni holati bitadi, shu yerda kelib ko'rib olishadi. Shunday yig'ilgan holatda shunday olib borib o'rnatib beramiz. Har bitta bosqichda klient o'zi kontrol qilib turadi. Telegramdan aka mana siznikini shpaklovkasi bo'lyapti, kraska gruntovkasi bo'lyapti. Informatsiya berib turasiz. Gap yo'q ekan. Endi boshqa mahsulotlaringiz bilan bitta tanishsak. Bo'ymaga terib qo'ygandek esimda turibdi hali ham.
Endi bu qarang, har xil narsa men o'zim yaxshi tushunmayman. Kamerachi yaxshilab olasiz, chiroyli qilib olasiz endi bu yog'ini. Sababi darvoza temir narsa. Temir har doim namga zanglaydi. Buni yaxshilab izolyatsiya kosmetika qilmasangiz, umri qisqa bo'ladi. Bitta tanishtirib o'tsangiz obunachilar uchun. Aka bunisi hop shpagilovkadan ponni malyarishidan chiqqandan keyin bunisi shpagilovka bo'ladi. Shu solar shpagilovka yaxshi, o'sha toshdek qotib ketadigan shpagilovka bo'ladi. Xudo xolasa shundan ishlatamiz. Mana bu choklarni mana shu shpagilovka yo'q ketadi. Moshinchalar ham ishlatadi shunaqa narsa. Shunday bo'ladi aka. Bunisi bundan keyingi holati bundan ishlatamiz. O'sha haliga darvozani gruntovkasi bormi degan joyga shu bo'ladi. Gruntovkasi ham o'sha yaxshi aka toza gruntovka ishlatamiz. Obunachilar uchun gruntovka kraska bilan temir orasidagi kontaktli mahsulot hisoblanadi. Kraskani umrini bemalol uzatib beradi desak ham bo'ladi. Shunday. Aka bunisi gruntovkadan keyin o'sha Grammatex'i joyi bo'ladi. Grammatex rezinaviy bo'ladi. Bilsangiz, hali mashinani tagiga sochadi. Tagidagi bijir shunday bo'ladi. O'shani yaxshisi. Buni vazifasi nima endi? Buni vazifasi darvoza qirilmaydi, olib borguncha egalariga chiroyli holatda boradi. Eng muhimi darvozani kraskasini yaxshi ushlaydi. Izolyatsiya desak ham bo'lar ekanda buni. Gap yo'q. Mana bular nima? Endi bunisi o'sha toza, o'sha avtomobilni degan yerga yolg'on bo'lib qolmasin deb videoga chiqazyapmiz. Avtomobilni toza kraska bo'ladi shu. Mana azda yozib qo'yibdi. Mana kraska o'z gruntlangan, shpakilovkalangan avtomobilni bo'yash uchun qo'llaniladi. Sarflash sharoitlarini bemalol ko'rasizlar bo'ladi. Gap yo'q. Darvozaga avtomobil kraskasi. Shunday gaplar. Endi bunisi laki bo'ladi. Xohlasangiz buni blisk qilinadi, xohlasangiz matviy qilib chiqazib beradi. Klient xohishiga qarab. Klient xohishiga qarab. Asosan bu hamda matviy. Shunday, bu ham kraskaga yaxshi tushadigan darvoza. Blisk qilinsa darvozalarni uzoq yil uncha-munchaga zang chiqazmaydi. Bitta narsani o'zini eng muhim tarafi borki, lekin mana shu narsalarning hammasini oxirida lak sepasa, lakning o'rni juda katta deb o'ylayman. Chunki sizni qimmat kraskangizni ham, qimmat bunaqa apparatlaringizni, narsalaringizni ham hammasini lak asrab turadi. Lak asrab turadi. Ko'rsatib turadi. Gap yo'q. Men mana bu yerda bitta katta ishni ko'ryapman. Qarang, 1, 2, 3 qavatli narsa bor ekan. Shunday. Bu nima o'zi bu? Bu aka inomarka fason darvozamiz deyiladi. Ko'pchilik shedevr fason ham deyiladi. Xudo xolasa bu malyarishiga tayyor. Polniy chiska qilib tozalab malyarishiga tayyor. Xudo xolasa buni ham chiroyli qilib egalarga kecha gaplashganimizda aka bitta gigant 60 millionlik darvozam bor degandi. Mana shu bir qismlari bo'lsa kerak. Ichki qanotlari bo'ladi. Buni endi alohida ramkali bo'lgan. Bu darvozamiz rasmni chiqarib ketamiz xudo xolasa. 4 qavatli bo'lgan. 4 qavat bo'lgan. Buni har bitta qavati bitta video olganimizda qalin yonmaydigan bufatlar bilan utubli qilingan. Bufatlar bilan utubli qilingan. Eng oxirgilarni shu mashinalarga olib turadigan yaxshi shumkadan, shumkalik kuchligidan bunaqa rolikchalar bilan ham shumka ham bo'lgan. Shunday chiroyli qilib shumkalarni bitta boyvachcha bitta akamizga o'rnatilyapti shekilli. Shunday aka, xudo xolasa bu darvozamiz Samarqand Pastorg'onga Bizada ham kuzatuvchilar orasida Amerikada, Gollandiya, Germaniyada ishlaydigan baquvvat akalar, puli ko'p akalar bor-da, trakay deydiganlar bor. Niyat qilib farzandlarimga ertaga to'y qilaman deb bir dacha qurib qo'ygan. Bemalol o'sha dachalaringizga aziz obunachilar, mana shunday shedevr darvozalarni bosib beradigan joy. Xullas Muhammadjon tanishib oldik. Darvozalar narxlarini to'g'ri bildik. Sizlar uchun mehnat qildik. Light mehnatni qadrlab, bitta chiroyli qilib, bunaqa yozuvcha turibdi. Bitta tirsalatni qizartirib qo'yasiz. Ushbu videoni podelitsiya qilib, Telegram, Instagram, undan keyin WhatsAppdan barcha yaqinlarga yuborib qo'yasiz. Kimga darvoza kerak bo'ladigan bo'lsa, opsiyaning qismiga nomerni qo'yib qo'yamiz. Muhammadjon master darvozaning asoschisi, Samarqandda xizmat qilyapti. Vodiy bo'ylab, Samarqand bo'ylab, Voha, Qashqadaryo, Surxondaryo bo'ylab bemalol o'rnatadi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasiz. Rahmat Tanjonlar, sog' bo'lsin.